Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Biz Surxondaryo viloyati Uzun tumani Nurafshon va Ulanqul mahallalar aholisi nomidan murojaat qilmoqdamiz. Murojaatimizning asosiy mazmuni shundan iboratki, Ulanqul Nurafshon mahallasi territoriyasida joylashgan 1972-yilda 72-73 o'quv yillarida qurib bitkazilgan va ishga tushirilgan 26 sinf maktabimiz hozirgi kun talabiga to'liq javob bera olmaydi. Chunki sinfxonalar yetishmaydi o'quvchilarimizga. Shuning uchun Ulanqul mahallasida joylashgan Uzun qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik kasb hunar kollej binosini territoriyalari va bor jihozlarini maktabimiz balansiga o'tkazib berishda maqsadida Respublika Bosh prokuraturasiga, portalga va tegishli tashkilotlarga ko'p marta murojaat qildi. Lekin murojaatlar to'liq o'rganilmasdan yuzaki javob berishdan nariga o'tishmayapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 16-fevraldagi 122-sonli farmoyishi bo'yicha o'rta ta'lim muassasalari mol-mulki, boshqa inshootlari va yer maydonlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarisiz boshqa tashkilotlarga berish yoki ta'lim jarayoniga taalluqli bo'lmagan maqsadlarda foydalanish qat'iyan man etilganiga qaramasdan ushbu qaror qo'pol ravishda buzilib, 1,5 gektar yeri va kasb hunar o'rganish binolari bor jihozlari bilan talon-taroj bo'lib, bu atrofidagi 100 subga yaqin mevali manzarali daraxtlar qo'porib olib tashlandi. Hurmatli prezident, yuqorida ko'rsatilgan Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga nega amal qilmasdan sotilib yuborilyapti? Agar tadbirkor auksion orqali sotib olgan bo'lsa, yerdan noqonuniy foydalanish huquqini beruvchi odriga egami? Yuqoridagilar kelib chiqib shu kollej binosini farzandlarimiz uchun maktab etib berishlaringizni so'raymiz deb Ulanqul va Nurafshon mahallalari aholisi nomidan Gulmirzayev Abdunasir bobo.